Habibullo aka, nima bu yengillik? Har bitta insonda orzusi bor, o'ziga shaxsiy mashina xarid qilish. Men shu orzuyimni bugun amalga oshirdim. Zo'ri, faqat aka, men ko'pchilikda ko'rganman, o'ziga xuddi shunaqa faqat inamarkalar sovg'a qilishardi. Ko'rsatamizmi? Aka, ochilik bo'lmasa. Biz qarang, odamlarga o'xshab 10 mingta, 20 mingta lak yig'sin deb o'tirmaymiz. Hozir yuruvchan qizartirib qo'yinglar, biz ungacha ochishni boshlaymiz, a? Bo'lmasa hozirroq bosinglar. 1 2 3 Aka, tabriklayman, muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Endi buni qanaqa qilib oldingiz, bir tushuntirib bering. Bu mashinani VUM kompaniyasidan oldim. Oldindan aytib o'taman, bu mashinani menga 1 so'm boshlang'ich to'lovsiz berdi. Buning uchun VUM kompaniyasiga kattakon rahmat aytib qolamiz. Xudo xolasa buni sekin-sekin ishlab uzamiz. Xudo xolasa hamma insonning bir orzusi bor. Misol men ham salkam 10 yildan beri birovning qo'lida shofir bo'lib ishlab kelganman. Meni ham bitta orzum bo'lardi, o'zim shaxsiy mashinam bo'lish. Xudo xolasa mana shu mana shu kunga nasib qilgan ekan. Bunda ham mana shu obunachilarimizni, o'zimizning hamkasblarimizning hissasi juda ham katta. Shular sabab, misol shular e'tibori uchun mana shu elni nazarga tushgan ekanmiz. Mana shunaqa mashinalar oldik. Xudo xolasa VUM kompaniyasi ishonch bildirib berdi. Aka, bizga ham nasib qilsin shunaqa. Ilohim. FAV kompaniyasida 45 xildan oshiq modellari bor. Kimga qiziqtirsa bemalol kirib, profillarni VUM kompaniyasining adresiga qilib qo'yamiz. Kirib tanlasa bo'ladi. Bemalol 100 ming kilometr yoki 3 yilgacha garantiya berishyapti. Bu mashinani menga nimasi yoqdi? Xo'p, ixcham shahar ichiga kirishga men bu mashinani evakuator qilaman. Shogirdim bor. 2019-yildan beri men bilan yurgan bu bola. Endi misol ustoz shogirdni hunar o'rgatgandan keyin bir yaxshi ishga ham joylash kerak shogirdni. Xudo xolasa men niyat qildim, mana shuni shogirdimga berib, shogirdim mana shu mashinada evakuator qilamiz buni. Xudo xolasa kuzatib tursanglar, buni proyektlarni yana joylab boramiz. Hammaga nasib qilsa mana shunaqa mashinalar olib, o'zi shaxsiy minish. Niyat qilganlar bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa buni yana alohida aytgandek proyekt qilamiz, chiroyli qilib evakuator qilib yig'ib chiqamiz, yana ularni ham etap-etap joylab boramiz. Yana bitta sizdagi ustozlar ko'paysin. Rahmat, joylar sog' bo'lsin. Bu videoni shogirdlar ustoziga borib qo'ysin. Ustozlar esa shogirdiga borib qo'ysin. Salomat bo'linglar.